Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Qurilish qilayotganda bitta narsaga e'tibor berib berish kerak. Xo'p, bugungi videomiz katyo'llar haqida bo'ladi. Nimaga katyo'llarni bahor sari yozda olish kerak? Sababi buni hozirda bahorda qurilish qiladiganlar birinchi shuni qo'yib ketadigan bo'lsa, keyin tashqi fasadni remont qilib ketadigan bo'lsa, keyin bemalol qolgan ishlaringizni qilsangiz bo'laveradi, qishga tayyor holda kirasiz. Xo'p, narxlarini, kachistolaringizni bir qator tushuntirib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rasizlar, xudo xolasa, birinchi qo'l ishlab chiqarish. Hozir biz Farg'ona viloyati, ya'ni Kirgilida turibmiz, ya'ni ishlab chiqarish joyidan birinchi qo'lda, xudo xolasa, olib sotar emas, bemalol cho'chimasdan, qo'rqmasdan olaverasizlar. Bundan tashqari mana bunaqangi kattalari ham bor. Katyo'llarda aqlli katyo'llar o'zlari, ya'ni graduslarni belgilab qo'ysalaring bo'ladi. Bu tomonda mana ventilyatorlari bor, ko'mirga isitaveradi, xudo xolasa. Bundan tashqari mana shunaqa holatda bo'ladi, ko'rib turganingizdek, suvga isiydi, xudo xolasa. To'liq ma'lumotini Asadbek ukamiz bilan berib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'p, bitta ma'lumot beraylik, ha? Xo'p, aka, kat yo'limiz 150 ta. Bu 150 kvadratda bu, ha? Ha, 150 kvadrat. Bu hadavoy puli arzonroq. Bu hozir aqlli katyo'l deyladimi yo bu ruchnoymi bu? Bu ekonom katyo'l. Aqlli emas. Ha, bu ekonom katyo'l. Ekonom Bu katyo'l. ekonom katyo'l. Xo'p, bu suvga isiydimi? Bu suvga isiydi. Ya'ni o't yoqiladi. Albatta, o't, ko'mir, o'tin, tezak, Farqi yo'q. tok. Gazga ulasa ham bo'laveradi. Gazga ulasa bo'ladi, faqat gaz balandroq kerak. Ha, gaz balandroq bo'lishi kerak. Albatta, istaveradi undan. Xo'p, hozir bu 150 kvadratli deyapsiz. Bu 150 kvadratli joyda istab. Endi demak hozir primerna 3 xona, 4 xona desa bo'laveradi. 5 xonagacha. 5 xona. Endi kattaroq uy bo'ladigan bo'lsa, Ha, 4 xona, to'rt to'g'rimi? 5 ga 5 yo 5 ga 5 o'sha. 5 ga 5 joydan 3 ta xonadonda, Albatta. 3 ta uyda 3 10 ga xonada 4, 10 ga 4, 3 ta xonani ham istaveradi. 10 ga 4. zo'r. Lekin bu tajribadan o'tgan. Bu yil 5-yilimiz, biz o'tgan yilda bizda o'ta trendga chiqdi aka. Bo'lmi? Bu bergan odamlarimiz, misol sherigiga, o'rtog'i, qarindoshi tavsiya qilib o'zi birga kelib olib ketishdi. Bir-biriga tavsiya qiling. Albatta. Juda ham yaxshi. Endi bu qarang. 1 sotixga yoki 1 soatga qancha rasot qiladi o'tin ko'mir? Xo'p, 1 sutkaga 30-35 kilo aka. 35 kilo 1 sutkaga. 1 sutkaga. Hokaga yonaveradi. Yo'q, bu eng kichkinasi yong'oqdek bo'lishi kerak. Tuxumdaydidan bir 8 kilo, 9 kilo solib qo'ysalar, 4 soatdan 5 soat atrofigacha yonaveradi. Ko'mirni sifatiga qarab. Agar ko'mirni zo'r, yaxshi ko'mir bo'lsa, aytaylik, cho'g'i yaxshi bergan bo'lsa, suluqda, belolma bo'lsa, undan ham ko'p ketadi. Yana bitta narsa, endi misol uchun bitta odam uyini isitsa, hech jahonda 24 soat bu katyo'lni ishlatmaydi, to'g'rimi? Bir 5 soat yoqishi mumkin. 5 soatdan keyin yana kechqurun yoki obeddan keyin zapravka qilib qo'ysam, deydi, ertalabgacha bemalol uyim issiq bo'ladi, 3 xonam deydi. Kechqurun shu yotishdan oldin bir akamizga o'rnatganmiz. O'zlari bizga o'zlari aytadi. Biz baribir so'raymiz, o'rnatilaymi, qanaqadi, baribir bir ikki aytib turamiz. Xo'p, u aka aytadi, soat 10 larda yotishdan oldin aka mana shu yergacha deydi, mana shu yergacha to'ldirib qo'yaman deydi. Ko'mir. Ha, bir gideta 1,5 paqir deng. 10 kilo deyin endi. Yopib qo'yam, tashab qo'yaman. Ertalab namozga turganimda cho'g' bo'lib turgan bola tepasiga tashab qo'yib, nonushtan qilib, namozni o'qib ketaveraman. Juda ham yaxshi. Men abitda yana bitta ayollar qarab qo'yadi, bo'ldi. Faqat bitta izlariga tushib olsa, soatini o'zlari hali bilib olsa bo'ldi, qaysi vaqtda qarashligini. Lekin o'sha kerak bo'lsa aqlli ham vazifasini bajaraveradi. Bunga bitta zo'r narsasi bor. Bunga tok, ventilyator bunga kerak emas. Shart emas. Shart emas. Samator sistema. Xohlasa motor, xohlasa samator. Ko'p odam aytadi, mana shu eshigini ochib qo'ysangiz bo'ldi, havo ketaverasam qani deydi. Yo'lini topganmiz hamma yo'g'ini. Shunaqa tutun chiqadi. Hali ventilyator qanday hudab chiqqanini u to'shina chiqadi. Bu hozir tutuni tevadan tashqariga chiqib ketadi. Albatta, chiqib ketadi. Bu hatto gipishni aka bu. Gipishni. Hali koridorni ichiga o'rnatib qo'ysang ham hidi xush chiqmaydi. Bitta yoqib qo'ygandan keyin yoqib qo'yadi, bo'ldi. Ha, metiga ya'ni hidi chiqmaydigan qilib, ya'ni albatta, utublik qilingan. Juda ham yaxshi. Hozir mana shu 150 kvadratligi nech pul endi bitta xonadonga? Xo'p, 3 million 250 ming so'm. 3 million 250 ming so'mga 150 kvadrat uyda bemalol isitadi. Xo'p, 150 kvadrat qanaqa? Batareyka bo'lsa, topli pol bo'ladigan bo'lsa, unga boshqa maslahat beradi. Topli pollariga qarab. Misol topli polda bateriya degan narsa bor, kuchli bo'ladi. Misol 2-3 barobar suv ko'p ketadi unga, batareykadan ko'ra. To'g'ri. Endi yana bitta masala, qarang. Telefon qilib qolishdi, mayli. Endi qarang, mana uni trubkalari nima vazifa bajaradi? Bu ko'p odam o'tim o'chib qolsa suv muzlaydi-yu qishda. Uni ham o'rnatib tent. 4 kilovat deydi. Shuni tiqanlar bir taraf zakilovka qilib qo'yadi. Santexnikada sotadi, o'zi 5 ming so'm bo'lsa kerak. Shuni 4 kilovatli tiqib qo'yib, kechqurun shuni ulab yotadi.
ko'mir o'chib qolsa, haligi suvni o'zini issiq aylantirib turaveradi. Ha, Bu ham muzlab ko'mirga, qolmasligiga- ham suvni o'ziga tenti ham issiq bo'ladi. Hamma yo'g'i ishlatadi. Двойной ekan. Divayni, bu trivatno bu. Trivat. Endi bu turib keladi nima? Bu shu avval anaqa podachasi bu. Podacha. Plastikasi apparatga. Hop Bunday. qarang, bunda misol 2 xil 3 xilini qilganmiz. Hammada sistema dual taydan kelgani bor, dualdan qochirilgani bo'lsa, bu dualdan qochirilganiki. Aha. Misol aytishadi-ku, bizga yo'q, dualga yaqini kerak desa, mana aka dualga yaqin. Duvalga yaqin. Ha, buni ko'chirib berilaveradi. Ko'chirib Ko'p ustada o'rtaga o'rnatadigan bo'lsa, o'ng tarafdan kelgan bo'lsa-ki podachasi, chap tarafdan keladigan bo'lsa, o'q o'ziga ham biz hali ovora qilmasdan ikki yog'iga ham qilib qo'yganmiz. Juda ham zo'r. Mag'ida ham bor, bu yog'ida ham bor. Xohlagan taraf, xolasa hali nasos yo'q bo'lsa, suv keladigan joy. Ana krannikda o'rnatadi. Suv kamayib qolganda haydab qo'yaveradi bag'ida. Hamma yo'ldan qilingan, ekonomishniy. Yana bitta masala, misol uchun bu suvda isitadi. Albatta. Endi suvda isitgandan keyin tabiiyki suv isparina bo'ladi. Ochiq sistemasi. Ochiq sistema. Albatta. Bunda isparina bo'lmaydi. Isparina ular o'zi tepadan bosib turadi. Ha, bosib turadi. Santexniklarimizga aytsa chiroyli qilib o'rnatib berishadi. Ha, uni ham o'zi suvni kranikda ochib qo'yadi, quyib qo'yaveradi. Ha, o'zi bitta Zo'r suv bo'lgan to'ldirgandan keyin bo'ldi. Bir gideta 15 kun, 10 kunda bir marta suvni qarab turadi, bo'ldi. 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 O'zi bosib, o'sha sovuq suv bari issiq suv ko'targan, issiq tepaga ko'tariladi-yu. Anadan issiq sovuq suv, bag'dan issiq suv chiqqandan keyin tepada sovuq suv bo'lib bosib haydab beraveradi. Samatoydi anaqasi. Ha, zo'r bo'lgan ekan. Mana shu motorchi bo'lsa olib ketaveradi. Unga kerak emas, aylantilaveradi. Xo'p. Eng kattasi hozir 150 kvadratmi yo bundan kattasi? 250 kvadrat. 250 Eng kvadrat. kattasi 250 kvadrat. 250 kvadratda ham shunaqa bir xil sistema bo'ladimi? Albatta, hammasi bir xil sistema bo'ladi, faqat qanaqa endi kitobi ichlari hamma yo'q, faqat bunkeri kattaroq bo'ladi. Bunker kattaroq. Suv hajmi katta bo'ladi. Suv hajmi katta Albatta. bo'ladi. Nech pul 250 kvadratdagi? 250 kvadratligini hali narxi mana qilganmiz. Asosiy bundan chiqarganimiz uchun 250 kvadrat zakazga ko'proq. Endi hozir ko'pincha siz endi xonadonga chiqaryapsiz Albatta, ekanda. biz xonadonga. Endi bog'cha, tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa unga Ha, aka aytma, 5 millionga chiqarib berdik. Oxirgi 250 chiqarib 250 kvadratligini 5 million. Bog'chaga o'zim birga o'rnatib berishdim. Borib, tepasida turib, effekti qanaqa bo'ldi? effekti qaynatdi. Ustamizni boshiga issiq suv to'kilib ketdi, chiqqan ochiq sistemaku. Juda ham zo'r. Endi kichikroqlarichi 150 dan kichkinasi ham bormi? Bu 120 kvadrat. Ha, bunisi 150 kvadrat. Ha, bu 50 dan 80-100 gacha. Batareykaga. Batareyka. To'pli polga bo'ladigan bo'lsa, yana maslahat narsa. To'pli polda aka betonni anaqa sovuqligi bo'ladi, uni suvongacha rasxod bo'ladi. Hamma yo'qlarini tushuntirishlarni berib, keyin beradi. Men ertaga bizdan olib ketgandan keyin istamasa yoki ko'p rasxod qilsa, ovora bo'lib qolishlarini xohlamaymiz. Aytsa, chiroyli hammasini to'ppa-to'g'ri kvadratlarni aytsa, o'shunga qarab beramiz. Zo'r. Endi hozir mana 120 kvadratlik bu. 3 ta yonma-yon uyga bir-birini duvaldan o'tkazib va teshib, Albatta. radiatorda qo'yib qo'ysa, Bo'ldi. 3 xonani isitib beraveradi. 3 xonani oxiriga grant qilib qo'ysa, choy ham ichib o'tiraveradi. Endi oshiqcha haqiqatda to'g'risi rasxod qilish ham kerak yo'q. 3 ta uyga 3 ta pechka olish kerak yo'q. Tashqariga qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi shu bilan. Bo'ldi shu bilan. Bo'ldi. Tashqariga qo'yib qo'yasiz, xolasingiz montaj qilib tomingizdan bunday olib chiqib kelib qo'yib qo'ysiz, bir hidi xushi ham sekin ob-havoga singib ketadi. Albatta, o'zi shuni bitta turba bilan bitta chiqarib qo'ysa bo'ldi. 2 metr turba bilan o'zi yetadi. Menga ham bitta berar ekansiz, to'g'rimi? Xudo xolasa. O'zimiz yuziga olib o'rnatib beramiz. Ilohi, xudo xolasa. Nech pul? 120 kvadratligi. Bu 2 million 900 ming. 2 million 900 ming 120 kvadratligi. 120 Juda ham yaxshi. Kichikroqchi. Aka, bular gazli. Buni ham Gazga. Bu 40 kvadratdan 250 kvadratgacha bor. Bu 120 kvadratligimiz, bunisi ham kichkinasi 40 kvadrat. Bu hali etajlarga, yangi nima deydi, kotej quriladi, o'shanaqalarga aytadi. Zo'r aytadi. Bu faqat gazgiz. Faqat gaz. Yo'q, gaz ko'm, ana Gaz bor joylar uchun. shaharlarda. Endi bizda misol uchun biz O'zbekistonda nimasida bir xil joyda gaz bor, bir xil joyda gaz yo'q. Misol uchun bizda gaz qishda izini yo'qoladi, izi yo'qoladi. Mashinaga, xarakterga qaraydi. O'shaning uchun aytaman. Ammo etajlarga aytadi aka. Bizga endi mana o'tinga misol uchun Bu ota bobomiz ham o'tin ishlab Albatta. kelgan, mana o'tin. Gaz bor joylar uchun akalar mana o'tini bor odam oldin boy bo'lgan-u. Shunaqa bo'lgan. O'tin ham tugadi hozir aka. Ko'miri bor bo'lmasa aka. Nech pul bu gazlilik? Xo'p, aka, bu 120 kvadratli. Bu 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming. Ha, 2,5 million so'm 150, 2 million 700 ming so'm 180, 250 ligi 3 million. Yana tushuntirib berildi. Albatta. Bu kichkintoylarchi? Bu kichkintoylar mana shular 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Nech kerakli? Mana tayyormi? Hammasi shuni olib boradi. Bitta gaz ulaydi bu.
Aka buni ham to'ki ham bor aka buni. To'ki hammi? Shu yerda tiqib qo'yganlaridan keyin 4 kilovatlik bo'ldi. Xolasi ikki xolasi 4. Bitta ko'rsatib baqa olaylik. Ichini ham bitta ko'rsatib qo'yavering. Mana. Oddiy hamma yog'i turba. Hali chiqib ketayotgan tutun ham istadi buni. Ha. Iloji yo'q, ha, foydalanadi Demak, tutundan ham. Misolchalik, aristonlarda to'k bo'ladi-yu, ariston, titalarda to'k bo'ladi. Ya'ni unaqa to'g'rimi? To'g'ri. O'shani sil mashikka bitta qatirib qo'yadigan bo'lsangiz, Bo'ldi. bo'ldi. O'shini o'zi ham varaqlab. Gaz yo'q bo'lsa ham. Yo'q. Endi bu zapasga xod. Zapas. Ha, qachon gaz o'chib qolsa, bundan foydalanadi. O'zi ham sobsini, двойной ekan. bu ham двойной. Mana qarang, bu tomonda gazni istasizlar, bu tomonda To'kni tenta, istasizlar. to'kishni istalasizlar. Ana bitta etaj deb bilaveradi, 42 kvadratli. 40 kvadrat deb bilaveradi. Ha, bemalol ikki xona etajda bu. Zo'r. Bu trubkalar nima endi bu ikkita yonida? O'sha bu ham apparatga, podacha hamma yo'q. Ha. Aha, o'sha apparatkalar, podachalar hamma etajlarda hamma yo'q bo'ladi. Suv keladigan hamma yo'qlar aka. Bularda ham o'sha ovoratlar o'rnatsa bo'ldi qilib qo'ygan. Hali olib keldim, yeb bersangiz bo'ldi deydi-yu. Olib keldim, o'rnatsangiz bo'ldi deydi. Nech pul bu? Bu 1 million 200 ming. 1 million 200 ming. Bu 1 million 200 ming. Zo'r. Oddiy pechkani ham misol uchun 1 million 300 ming, 1 million 400 ming sotishyapti, ha? Undan ko'ra mana ham gazga, ham to'kka. Zo'r. Hibrid. Qadrdonlar, bemalol aloqa etsangiz bo'ladi. Endi dastavka masalasi qanaqa? Kelishilgan holda. Kelishilgan. Biz hamma yo'qlarini pochtaga olib borib, nomlariga registratsiya qilib hamma yo'qini qilib beramiz. Borib pulni to'lab olsa bo'ldi. Pulni to'lab olsa Ha, bo'ldi. shu. Faqat olsa bo'ldi faqat. Pullari qanaqa? Oldindan berish kerak? Albatta, vodiy bo'ylab shopirdan berib olishadi. Endi biz voha taraflarga shopirdan emas, ko'proq pochta orqali ishlaymiz. Nima? Pochta xavfsiz. Hali yo'l bekib qoldi, unaqa bo'lib qoldi degan narsa yo'q. Misol, bugun odamim bo'lmadi, unaqa bo'lmaydi. Pochta sirazi. Odamlar pul tashlab beryapti. Albatta, aka, xudo xohlasa 30-40 ta sotgan bo'lsak, ko'proq ash 250 kvadratga oshxonaga ham sotdik. Oshxonalarga qo'yib qo'ydi. Hozir maza qilib ishlatishyapti. O'zi katyol yaxshi bo'lib qoldi-da bizda nimaga? Endi oddiy pechga o'rnatadigan bo'lsangiz, pechga to'g'risi uyingizni remontini, boshqani urinib turadi boshqa. Endi hisobi bor to'g'risi. Endi qaysidir uylar uchun remont o'rtacha uylar uchun pechga yoqsa bo'laveradi. Ot bo'lguncha taqa. Albatta. To'g'rimi? Endi misol uchun buni ham qo'ygandan keyin, misol uchun o'sha radiatorlarni qo'yish kerak, o'ziga yarasha rasxoti bor. Lekin qishga tayyorgarlikda misol uchun yozdan ko'rib qo'ysangiz, xudo xohlasa bola chaqangiz qiynalmasdan ana xotirjam maza qilib yashaydi. Bu hali aqlli deydi. Bu yilgi trendimiz bu aka. Xudo xolasa bu hamma yo'g'ini oqlab bordi aka. Bu endi qanaqasi bu? Bu aqllisi bu. Bu qanaqasi aka bu? Xo'p, bu aqlli degani bu bunkerli deyshadi-yu. Ha, bu bunkerli gambas aka. Hali bunga olib ham bo'lmaydi. Shinay guna narsa kerak emas aka. Shuni qopog'ini shuni ochasiz aka. Tirsaytib zablabkani qilasiz. Shuni bu ham tepada yoqilmaydigan. Tepasidan bitta yoqib qo'yasiz. Yopasiz. 20 minutdan keyin ventilyatorni qo'shib qo'yasiz, hech nima qilmaysiz. To'g'ri? Ha, O'zi gradusini belgilab qo'ysa bo'ladi. Albatta, gradusini belgilab qo'ysangiz bo'ldi, ketaveradi. Misol uchun men uyimni ichini 30 gradus, 40 gradus qilmoqchi bo'lsam, chiq qayt qo'yib qo'ysam bo'ldi. Bo'ldi. O'zi ash haroratda isitib beradi. Albatta, o'sha harorat o'zi o'chadi, o'zi yonadi. Necha kilo ko'mir sig'adi mashinga? 27 kilodan 32 kilogacha. 27 dan 30 kilogacha. O'sha 32 kilo ko'mir qancha isitadi uyda keyin? Xo'p. Angren ko'mir bo'lsa 12 soat, 13 soat. 12 soat. Suluqda bela olma bo'lsa 14 soat, 16 soat. Biz o'zimiz 18 soatga, bizda 18 soatga zo'r yetdi. Endi hamma yo'q batareya edi. 27 kilo ko'mir bilan sinaganimiz o'zimizning xonadonda 18 soat bo'lsa 20 soatga yetdi aka. Batareyani o'ziga bu 24 soatga ham yetadi kerak bo'lsa. Yana bitta masalada qadrdonlar misol uchun kimdirlar aytishi mumkin, 40 kilo rasxod qiladi deydi, misol uchun 50 kilo rasxod qiladi deydi. Misol uchun yana bitta masala bor-da albatta. Bu misol uchun bu katyol. O'sha narsani o'sha vaqtda qilib beradi. Faqat uyingizni utuplit qilishingiz kerak. Misol uchun betondan yoki shlaka blokdan uyingizni fundamentingizni ko'tarib qo'ysangiz, tag'irlar sovuq uraversa, beton sovuq tortadi. Bu ham hisobi bor-da. Agar utuplit bo'lgan bo'lsa, gapingiz bo'ldi. Yevropada shu pechkani hamma yo'q qiladi. Misol uchun katyol ishlataveradi. Lekin birinchi o'rinda utuplit. Albatta. Fundamentdan boshlab uyni tashqi fasadini, fundamentini, fasadini utuplit qiladi. Keyin ozgina gaz, ozgina katyolni qo'shib qo'yadi, o'sha isitadi. Keyin o'chirib qo'ysa, 5-6 soat uyini ushlab berib turaveradi. Birinchi o'rinda tashqi fasadingizni utuplit qilishingiz kerak. O'shandagina misol uchun 32 kilodan ham bo'lsa, misol uchun. Undan kam bo'lishi ham mumkin. Bu nech pul endi? Xo'p. Aka, bu aqlliydi. Vodiy bo'ylab dastavkasini ham bepul qilamiz. Vodiy bo'ylab dastavkasini. Albatta. O'rnatishini o'zlari ustalariga aytib o'rnattirishadi.
olib beramiz. Sentrlar, misol Qo'qon bo'lsa, Qo'qon bitta. Vodiy shahar ichiga. Faqat shaharga. Shahar Shaharni ichiga olib o'ziga, berish endi misol shaharda 2-3 kilometr radiusiya bo'lsa olib beramiz. Bizdan bonus. Misol 5 kilometrgacha misol uydan uzoq sentr misol mana Namanganni oladi. Uyim 4 kilometr uzoq desa, mashina ovora qilmaymiz. Biz o'zimiz olib berib, tushirib beramiz. Kelishilgan holat. Kelishilgan holatda. Juda ham yaxshi. Endi misol uchun vodiyda eng yaqin joy 50 kilometr, 100 kilometr atrofida Albatta. kelishsa bo'ladi. Pulni eslatib qo'yaylik bitta. Pulni 6 million 700 ming so'm. 6 million 700 Ichida ming. dastlabki hamma yo'q ovoramiz. Zakallar tashlab berishadi. Ovoramiz. Tashlab Borganda beramiz. keyin buni pulni beramiz. Qolgan pulni berishadi. Zo'r, faqat aniq qilib qo'ysa bu. Albatta. Videoda oxiriga chiqib olib, to'liq ma'lumotni olsalaring, keyin zakaz bersalaring bo'ladi. Albatta. Xudo xolasa manzilni o'zlari kelmoqchi bo'lsalaring, manzil o'sha Farg'ona shahar Kirgilida. Kelaverasizlar. Asosiy do'konimiz Toshloq tumanida. Toshloq tumanida, Albatta. sex asosiy emas. Ha. Ya'ni showroomlar. Nomerlarni ekranda qoldiraman, Telegramda yozinglar, o'zlarining lokasiyasini tashlab berishadi. Bemalol ko'rib, tajriba qilib, yig'ib olaverasizlar, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar.